12 ta mavzuni tashkil qiladi. Ana shundan 10-sini keldik. Xudo xolasa yana 2 marotaba dars soatlarimiz o'tkaziladi. Shu bilan O'zbekistonning eng yangi tarixi fani yakunlanadi. Bu semestrimiz bo'yicha. Shundan bugun 10-mavzuga keldik. 9-mavzu o'tgan soatimizda qaysi mavzuni o'tgan edik? Malades. Demak, O'zbekiston va jahon hamjamiyati degan mavzuni o'tgan edik. Ya'ni O'zbekiston jahon hamjamiyati deganda nima tushunamiz? O'zbekiston jahon hamjamiyati. Kim aytadi? Ovozimizni ochib gapiravering. Erkin muloqotdamiz-ku. Nechamma yozish o'tdi? Oz aka, jonli dars o'tgandan o'taverak darslarimizni. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Dars. Labay eshitaman. Demak, O'zbekiston va jahon hamjamiyati deganda aynan nimalar nazarda tutiladi ekan? Hamkorlikman shu hamkorlikni tushunamiz boshqa davlatlar bilan. Ha, shuningdek, demak, Shu tashqi maydonda faqat davlatlarmi? Yana davlatlarmi? nimalar bo'ladi? Davlatlar tushunaman. Xalqaro tashkilotlarni. Bu MTG'a a'zo-ku. Ha, demak, xalqaro Birlashgan Millatlar tashkilotlar bilan, shuningdek, tashqi maydondagi davlatlar bilan olib boradigan siyosatiga nisbatan O'zbekiston va jahon hamjamiyati atamasini ishlatamiz ekan. O'zbekiston qaysi xalqaro tashkilotlarga a'zo bugungi kunda? Birlashgan Millatlar Tashkilotini, Shanxay xalqaro Hamkorlik. keyin ham Shanxay hamkorlik hamkor tashkilotiga bir NATOga a'zo emas o'xshaydi domla. NATOga a'zo emas, lekin harbiy sohada hamkorlik olib boradigan tashkilot hisoblanadi. Yana qaysi tashkilotlar boradi? Yana bir Yevropani aytsimang, Yevropa ham Qaysi? UNESCO ham. UNESCO Yevropa UNESCO bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarmoq tashkiloti deb tushuntirdim. Yodlaringizda bo'lsa, buni bilan shug'ullanadi. Fan, madaniyat, madaniy soha bilan shug'ullanadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarmoq tashkiloti hisoblanadi. Va O'zbekiston unga bugungi kunda a'zo davlat sifatida faoliyat ko'rsatadi. Uni a'zoligi aynan bu tashkilotning faoliyatida ishtirok etishini biza ta'kidlab o'tishimiz mumkinki, aynan O'zbekistonni 1994-yilda Mirzo Ulug'bekning 600 yilligini nishonlanganda, 1996-yilda Amir Temurning 660 yilligi yubileyi keng nishonlangan paytida aynan bu insonlarni yubileyini nishonlash uchun bosh bo'lib turgan tashkilot UNESCO tashkiloti hisoblanadi. Aynan bu tashkilotning asosiy binosi Parij shahrida joylashgan, Fransiyaning Parij shahrida, aynan shu yerda, Parijda konferensiya o'tkaziladi Amir Temurga bag'ishlab, shu bilan birgalikda Mirzo Ulug'bekka bag'ishlab konferensiyalar amalga oshiriladi va bu konferensiyada yoki bo'lmasam bu konferensiyaning amalga oshirilishi jahon hamjamiyati tomonidan ana shunday buyuk siymolarimizning tan olinishi va O'zbekistonning xalqaro maydonda o'z o'rniga ega bo'lgan davlat ekanligining isboti hisoblanadi ekan. Undan tashqari O'zbekiston bugungi kunda qaysi davlatlar bilan yaqindan aloqalar olib boryapti? Qaysi davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirib turibdi O'zbekiston? Koreya, Xitoy, Turkiya, Amerika. Koreya, Xitoy, Turkiya, AQSh. AQSh bilan qaysi boradi? Kompaniyamiz boradi, eng mashhur kompaniya. Katta kompaniya O'zbekistonda. GM O'zbekistonning Chevrolet rusumli avtomobil
bilan ishlab chiqarilishi. Aynan bu narsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birgalikda hamkorlik natijasida vujudga kelganligi. Janubiy Koreya bilan esa o'z Daewoo Motors kompaniyasining yaratilganligi, aynan bu davlatlar bilan xalqaro maydonda yaxshi aloqalarning yo'lga qo'yilganligi bilan dalolat beradi. O'z Daewoo Automotors kompaniyasi Koreya bilan, GM O'zbekiston esa Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyasi bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatib turibdi. Chevrolet rusumli avtomobillarning ishlab chiqarilishi bu GMda chiqarilgan avtomashinalar hisoblanadi, O'zbekistonda mavjud. Demak, O'zbekistonni tashqi siyosati qaysi moddalarda belgilab berilgan edi? Konstitutsiyamizning qaysi moddalarida? Yo'q, 17, 18 moddalari, 8 emas, 18 moddasi 17 moddalarida belgilab berilgan edi. O'zbekiston xalqaro tashkilotlardan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, UNESCO, UNICEF, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan davlat, shu bilan birgalikda qo'shilmaslik harakati bor. Ana bu tashkilotlari a'zo davlat sifatida faoliyat ko'rsatib turibdi. NATO da tashkilotiga a'zo emas, faqat hamkorlikni amalga oshiradi. Keyin Yevropa Ittifoqi bilan ham diplomatik aloqalar olib boradi ekan. Demak, O'zbekiston xalqaro maydonda bugungi kunda eng faol harakat qilayotgan, o'zi uchun faol harakat qilayotgan davlat hisoblanadi ekan. Misol, o'zlarimizni Markaziy Osiyoda ham davlatlarni asosiy bir-birini jipslashtirib, bir-biri bilan aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yish uchun harakat qilib turgan asosiy davlatlardan biri hisoblanadi va shuni natijasida Markaziy Osiyo hamkorligi tashkiloti, ya'ni qisqacha bu MOQ deb aytiladi. MOQ tashkilotining tashkil etilganligi fikrimizning dalil isboti hisoblanadi ekan. Tushundik axrang. Demak, O'zbekiston va jahon hamjamiyatini, demak, O'zbekistonni birinchilardan bo'lib tan olgan davlat sifatida biza e, aytishimiz mumkin. Xitoy bilan 91-yilda aloqalar yo'lga qo'yilgan, Turkiya bilan aloqalar yo'lga qo'yilgan, 92da Amerika Qo'shma Shtatlari bilan elchixona ochilib boshlandi, Turkiya bilan ham 92-yilda elchixonalar ochilgan. Aynan bu davlatlar bilan bugungi kunda ham xalqaro hamkorlik aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilib turganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Asa bugungi mavzumizga to'xtalamiz. Bugungi mavzumiz aynan shu xalqaro maydonda O'zbekiston Respublikasining o'rni, ya'ni reytinglarda O'zbekiston Respublikasini aks etishini ko'rib o'tamiz, reytinglardagi o'rnini ko'ramiz. Ya'ni to'liq qilib aytadigan bo'lsak, bugungi mavzumiz yangi O'zbekiston ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlarning xalqaro reyting va indekslarda aks etishi degan mavzu bugungi mavzumiz hisoblanadi ekan. Kerak bo'lsa daftaringizga faqatgina belgilab qo'ying. Shu mavzuni o'tganligingizni. Demak, davom qilamiz. Nimalarni o'rganamiz bugungi mavzuda? Ijtimoiy iqtisodiy soha indekslari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting indekslaridagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlar va tashkilotlarda ular bilan tizimli ishlashni yangi mexanizmini joriy etish borasidagi davlat siyosatini ko'rib chiqamiz. Keyin O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlarini oshirishda O'zbekiston Respublikasini 2030-yilga qadar ijtimoiy iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasini o'rnini ko'rib chiqamiz ekan bugungi mavzumizda. Demak, rejalarimiz shulardan iborat edi. Tayanch tushuncha sifatida xalqaro reyting, indekslar, keyin mexanizm, investor, byudjet, sanoat, investitsiya, barqaror rivojlanish kabi atamalarga sharh ham ko'rib o'tamiz ekan bugungi mavzumizda.
Asa ketdik darsimize. Slaytımızga o'shanib turibdi qarang. Hava ko'rinib turibdi. Aka sizlarga qarang, savol bilan murojaat qilajakman. Aynan xalqaro reyting indekslar deganda nimani tushunamiz? Eshitganmizmi bu atamani? Eshitganmizmi? eshitganimizdan tushunimiz ekan tomonlar. O'rni shu Ha, ne eshitganmiz lekin tushunmaymiz. savdo o'rnim aka, o'rnimang. Вот, ay ne eksport import Navda? savdo sotiqda eksport import aytadi-ku O'zbekiston davlatlar bilan. Ha. Lekin to'g'ri qiladi, lekin faqat bir sohada emas, butun bir soha aytib turibmiz-ku. Ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy sohada amalga oshirilib turgan islohotlar bo'yicha O'zbekistonni xalqaro reyting va indekslardagi o'rni deganimizda aynan O'zbekistonni jahon hamjamiyatida barcha davlatlarning e, pog'onasi, ya'ni o'rni chiqariladi. Aynan shularning ichida O'zbekiston qanday o'ringa egaligi belgilanadi. Ya'ni nechanchi pog'onada turishi, misol ichida insonlarni kamoloti deydi, ya'ni inson resurslari, undan tashqari demokratiya bo'yicha har sohani alohida o'zini reytingi chiqadi. Reyting deganimizda misol aynan bir guruhga o'qiysizlar-ku. Ana shu bir guruhga misolni oladigan bo'lsak, demak, har guruhda o'quvchilarni misol o'rnini chiqarish mumkin turli yo'nalishlar bo'yicha. Birinchi yo'nalish bo'yicha bilimi bo'yicha o'rnini chiqarish mumkin. Prosta aytayotirman. Demak, bilimi bo'yicha o'rnini chiqarish mumkin. Birinchi o'rinda inobi hech kim yengib bilmaydi uni, misol. U bilimni ham belgilash bo'yicha o'zini punktlari bo'ladi, ya'ni shartlari bo'ladi. Agar shu shartlardan o'tib, haqiqatdan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, unga birinchi o'rin beriladi. Keyin ikkinchi yo'nalish bo'yicha belgilashimiz mumkin. Bu berilgan vazifalarni bajarish bo'yicha. Misol sizlarni gruppa bo'yicha aytib turibman-da, misol qilib turibman. Vazifalarni bajarish eng birinchi shu hammadan burun vazifalarni to'g'ri va aniq qilib bajaradi. Birinchi o'rinda turgan inson. Shunga qarab, bajarish bajarmasligiga qarab, izma kelib davom qilib boraveradi reytingdagi o'rni. Yoki bo'lmasam o'quvchilarni formada, o'qish formasini rioya qilishini qarab reytingini chiqarish mumkin. Demak, davlatlar ham xalqaro maydonda ana shuning har sohada alohida o'zlarini o'rni belgilab chiqariladi. Aynan bu xalqaro reytinglar nima uchun kerak? Insoniyat uchun yoki davlatlar uchun desangizlar, aynan ana shu xalqaro reyting natijasida aholini turmush darajasi oshirish mumkin, davlat organlarini xalq manfaatlari uchun xizmat qilishini yordam berish mumkin. Undan tashqari chet davlatlar yoki chet el korxonalarini investitsiya kirishini jadallashtirishimiz mumkin. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, biza O'zbekistonni har tomonlama rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lamiz agarda xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilagan taqdirimizda. Yo'q. Demak, shu orqali davlat o'zini xalqaro maydondagi o'rnini chiqarish orqali ichki va tashqi siyosatidagi yo'nalishlarni hammasini yaxshilab borgan sayin uni reyting yashatib boradi, oshib boradi. Bu narsa xalq uchun ham, davlat uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, aholi turmush darajasini oshirish, davlat organlarining xalq manfaatlari uchun xizmat qilishida, davlat siyosatidagi ustuvorligini ta'minlash hamda mamlakatga kirib kelayotgan investitsiyalar oqimini jadallashtirish va investor mulkini davlat tomonidan himoya qilish kabi mamlakat amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarni dunyo hamjamiyatiga namoyish etish maqsadida turli sohalar bo'yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan tuziladigan xalqaro reyting indekslar muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori baholangan har qanday xalqaro reytinglar samarasi sifatida ishbilarmonlardan tortib dunyo aholisi barcha qatlamining e'tibori shu mamlakatga qaratiladi. Ya'ni investitsion muhit
turizm, xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanadi. Buni natijasida siz o'ylab qarangki, aholini turmush darajasi ham oshadi. Xalqaro reyting indekslar faoliyat yo'nalishini qarab asosan ikki xil bo'ladi: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy bo'lishi mumkin. Lekin avvalo shuni bo'lishdan oldin sizlarga to'liqroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, aynan xalqaro reyting va indekslardagi O'zbekistonning o'rni bu xalqaro maydonda O'zbekistonni baholanishadi. Qaysi sohada yuqori bo'lsa, qaysi sohaga ko'proq e'tibor berilgan bo'lsa, qaysi sohada sharoit yaxshi bo'ladigan bo'lsa, e, aynan davlatning o'rni yuqori pog'onaga ko'tariladi. Qaysi sohalar oqsoq tarzda bo'ladigan bo'lsa, shu sohalar bo'yicha O'zbekiston past pog'onalarda belgilanadi. Bu esa demak xalqaro maydonda O'zbekistonni o'rnini shatiladi, belgilab beradi ekan. Endi biz yuqorida aytdik, xalqaro reyting va indekslarda faoliyat yo'nalishini qarab asosan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy sohalarni ajratadigan bo'ldik. Bunda iqtisodiyot, ishbilarmonlik, byudjet, sanoat, investitsiya va barqaror rivojlanish maqsadlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohaga kiritadigan bo'lsak, huquq, korrupsiya, demokratiya hamda boshqaruv sifatini siyosiy huquqiy sohaga kiritishimiz mumkin ekan. Demak, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy yo'nalishlarga bo'linadigan bo'lsa, davlat boshqaruviga oid bo'lgan e, demokratiya, uning ichida korrupsiya, huquq degan yo'nalishlarda reyting chiqadigan bo'lsa, bu siyosiy huquqiy soha hisoblanadi. Agarda davlatning investitsion muhit, keyin byudjet yoki bo'lmasam aholini yashash sharoiti bular haqida reytingi chiqadigan bo'lsa, demak bu ijtimoiy iqtisodiy sohani o'z ichiga oladi ekan. Endi aynan bu narsa faqat O'zbekistonda emas, butun bir dunyoda xalqaro tashkilot yoki xalqaro davlatlar tomonidan e'tibor beriladigan yo'nalish hisoblanadi. Nima uchun desa, aynan shu pog'onalar bo'yicha yuqori o'rinlarda turadigan davlatlarni iqtisodiyoti ham yaxshi bo'ladi. Aholini yashash sharoiti ham yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari, biznesmenlar, tadbirkorlar o'z faoliyatini ko'rsatish uchun yaxshi sharoit yaratilgan hisoblanadi. Shuning uchun agarda davlatlarning xalqaro reytingi yaxshi bo'lsa, xalqaro tashkilotlar yoki bo'lmasam korxonalar, tashkilotlar O'zbekistonni o'zlarini investitsiyasini kiritadilar. Sababi bu yerda iqtisodiy jihatdan erkin bo'ladilar, biznes yuritish uchun sharoitni ko'radilar. Demak, inosh sohalar yaxshi bo'lsa, chetdan bizani hududimizga investitsiya kirishi ko'payadi ekan. Bu esa avvalo xalqni yashash sharoiti, turmush tarzini avvalgiga qaraganda nisbatan o'sishini olib keladi ekan. Endi bilasizlar, har bir sohani o'zini mas'ul bo'lgan davlat tashkiloti, davlat organi bo'ladi. Aynan shunday davlat tashkiloti, davlat organi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi Prezident farmoniga ko'ra, ya'ni PF 56/35 farmoniga asosan Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi butun O'zbekistonda xalqaro reyting va indekslarda O'zbekistonning nufuzini yaxshilash uchun asosiy mas'ul organ sifatida belgilanadi va aynan shu vazirlik O'zbekistonni xalqaro reyting va o'rnini yuqoriga ko'tarish uchun harakat qilishi kerak ekanligi belgilab qo'yiladi ekan. Endi indeksni tuzadigan xalqaro tashkilotlar bor. Bir qator xalqaro tashkilotlar, ularni barchasi ham butun dunyodagi barcha davlatlarga shatolmaydilar, tashrif buyurib bilmaydilar. Ular avvalo navga qarab davlatlarni xalqaro reytingini yoki indeksini chiqaradi desangizlar, avvalo ular boshqa xalqaro tashkilotlarni tegishli davlatlar bo'yicha davlat organlari tomonidan e'lon qilingan ochiq ma'lumotlar hamda turli xalqaro tashkilotlarning reyting hisobotlari natijalarini asoslanadilar. Ya'ni bu degani nima u? Aynan shu xalqaro reyting indekslarni e'lon qiladigan tashkilotlar bor. Aynan shu tashkilotlar ma'lumotlarni qayerdan oladi? Avvalo ana shu davlatning o'zi bor-ku, misol O'zbekistonni o'zini har yili iqtisodiyot bo'yicha, ijtimoiy soha bo'yicha yoki bo'lmasam butun bir O'zbekistonni son bil hisoblanadigan, belgilanadigan yo'nalishlari bo'yicha yillik ko'rsatkich o'sish foizini e'lon qiladigan rasmiy veb-sayti bo'ladi-ku. Asosan ana shu rasmiy veb-saytda e'lon qilingan ma'lumotlardan foydalaniladi.
Aynan shu ochiq ma'lumotlar va undan tashqari xalqaro tashkilotlar bor. O'zbekistonni misol a'zo bo'lib turgan, biz yuqorida o'tgan darsimizda YuNESKOni aytdik, keyin UNICEFni aytdik. Undan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotini boshqa tarmoq tashkilotlarim bor. Jahon banki bor, keyin xalqaro valyuta fondi bor. Demak, ana shunday tashkilotlar ham mavjud ekanki, shu tashkilotlarni e, reytinglarini asoslanadilar. Qaranglar, ikki narsaga asoslanadilar. Birinchisi, aynan shu davlatni o'zini rasmiy veb-saytida e'lon qilingan natijalar birinchi asos qilinsa, ikkinchi navbatda xalqaro tashkilotlarni e'lon qilgan reytinglar asos qilib olinadi. Demak, ana shu ikkitasini reyting hisobotlarini natijalariga ko'ra butun dunyodagi davlatlarning reyting va o'rni e'lon qilinadi, ya'ni reyting o'rni chiqariladi. E, Demak, qaysi tashkilotga berdik mas'ullikni O'zbekistonda indekslarni rivojlantirish bo'yicha? Yodingizda bir ta'kidlab ketaylik. Qaysi tashkilot mas'ul hisoblandi? Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi O'zbekistonda xalqaro reyting va indekslarni doimiy barqaror rivojlanib borishini ta'minlovchi mas'ul organ hisoblanadi. Yodimizda qoldimi? Go'san turibmi slaydimiz ham? Talabalar, eshitibmizmi? Eshitib turgan bo'lsak, qaysi tashkilot ekan bu? Iqtisodiy taraqqiyot va Va Kambag'allikni qisqartirish. kambag'allikni qisqartirish vazirligi. Demak, xalqaro reyting va indekslar nechun kerakligini tushundikmi? Menga eshitmay turibmizmi yo bizlar? Nachun indamay turibmiz? eshitib o'tiribmiz, domla bitta uzilish bo'lib turibdi. Menda qaytib qo'shildim. Shundan ham Ha. Endi yaxshimi? bo'linib kelib turibdi. Internetim menda yaxshi emas o'xshaydi. Boshqalardan so'rab ko'rdim, ularda yaxshi. Ha, yaxshimi? Ovoz Davom oldin etamiz. turibdi-ku. Ha, bo'ldi esa qarang, davom etamiz. Qaranglar, butun dunyoda aytdik, yuqorida aytdik, butun dunyodagi davlatlarni reytingi chiqariladi deb aytib o'tdik. Aynan ana shu reytingda so'nggi yillarda, aynan 2020-yilgi reyting natijalarini ko'radigan bo'lsak, e, yuqori pog'onada turgan 3 ta davlatni til olib o'tishimiz kerak. Aynan bu davlatlar Inash biz aytayotgan xalqaro reyting va indekslarda yuqorilikni qo'ldan bermayotgan davlatlar hisoblanadi. Bu davlatlarni aytib o'tishimiz kerak. Biznes yuritish va iqtisodiy erkinlik indeksida Yangi Zelandiya, Gonkong, Singapur kabi davlatlar e, eng yuqori natijaga ega davlatlar sifatida til olinadi. Bundan tashqari, aynan bu davlatlarda Yangi Zelandiyada biznes yuritish indeksi korxonalar ro'yxatdan o'tkazish, keyin kredit olish indikatorida, bundan tashqari Singapurda esa kontraktlar ijrosini ta'minlash, Gonkongda esa qurilish uchun ruxsatnoma olish kabi e, sohalarda aynan shu 3 ta davlat yetakchilikni hech qo'ldan bermayotgan davlatlar hisoblanadi. Aynan bu davlatlarda aholini inson kamoloti degan, ya'ni aholini o'rtacha umr yoshi ham uzoq, ya'ni 85 yoshni tashkil qiladi. Kutilayotgan natija esa kutilayotgan ta'lim yillari esa 18,1 yil, o'rtacha ta'lim yillari 12,6 yil. Hamda aholi jon boshiga yalpi milliy mahsulotni ko'radigan bo'lsangizlar, 68 ming 68 59 ming
68.059 AQSh dollari har bir insona doğru gap turibdi. Ya'ni bu 68.000 AQSh dollari doğru gap turibdi bir insona. Qarang, davlatning iqtisodiyoti nima bilan belgilanadi? O'rni navodan qarab belgilanadi desangizlar, har bir davlatda yalpi ichki mahsulot degan narsa bor. Bu yalpi ichki mahsulot davlatning daromadidan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Aynan shu daromad aholini jon boshina bo'linadi. Misol biz aytayotgan yuqorida rivojlangan davlatlarda aholi jon boshina to'g'ri keladigan e, yalpi ichki mahsulot 68.000 dollarni tashkil qiladi ekan. Inson kamoloti indeksi bo'yicha Norvegiya davlati 2001-yildan bona yuqori o'rinda gatirg'iligi bilan ajralib turadi ekan. So'nggi reyting natijalariga göre O'zbekiston ham xalqaro reytinglar tasnifine göre biznes yuritish indeksida 20talik islohotchi mamlakatlar qatorina, keyin iqtisodiy erkin indeksida erkin bo'lmagan davlatlar, keyin inson kamoloti indeksi bo'yicha inson taraqqiyot darajasi yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olib keladi O'zbekiston. O'zbekiston Respublikasi xalqaro reytinglarda o'rnini asosan ikki yo'nalish bilan izohlashimiz mumkin. Birisi yuqoriga ko'tarib borishi, ya'ni ko'rsatkichni yuqoriga o'zgarishi bilan. Yana birisi ko'rsatkichni pasayib borishi bilan ko'rishimiz mumkin. Demak, bizlar ham O'zbekiston ham yuqorida aytdik. Biznes yuritish indeksi bo'yicha 3 dona davlatni aytdik. Singapur, Gonkong, keyin Yangi Zelandiya davlatlari qo'lidan boy bermay turibdi. 2020-yildan beri O'zbekistonda ham shu 2020-yildan boshlab bu soha yuqoriga ko'tarilganligi bilan ajralib turadi. Misol uchun, yuqorida aytdik, indikatorlarni ko'rsatkichi yuqoriga o'sgan sohalar bular biznes yuritish indeksi hisoblanadi. Biznes yuritish 10 dona yo'nalish bor. Shundan 9'unda zo'r O'zbekiston. Bir donasi aqsab turibdi. Bu to'lovga qobiliyatsizlikni hal qilish degan yo'nalishida bitta aqsashadi. Keyin iqtisodiy erkinlik indeksi tarkibidagi sud faoliyati samaradorligini ko'rsatkichidan tashqari barcha indikatorlarda. Keyin undan tashqari inson kamoloti indeksi bo'yicha umr ko'rish davomiylik indikatorida 2020-2019-yilga nisbatan o'sishga erishgan. Demak, asosan O'zbekiston 3 soha bo'yicha, yuqorida aytgan sohalar bo'yicha o'sishga erishdi. Biznes yuritish erkinligi, keyin iqtisodiy erkinlik bo'yicha, keyin uchinchisi inson kamoloti bo'yicha yuqori o'rinlarda turganligi bilan ajralib turadi. Keyin pastga tushgan yo'nalishlar bo'yicha esa aytishimiz mumkin. Bir qator yo'nalishlarda, ya'ni qurilish uchun ruxsatnomalar olishda 132-o'rindamiz. Xalqaro savdo bo'yicha 152-o'rinda. To'lov va qobiliyatsizlikni hal qilishda 100-o'rindamiz. Keyin iqtisodiy erkinlik indeksining tarkibine göre 6 yo'nalish. Sud faoliyati samaradorligida 123-o'rin. Davlat yaxlitligida 142-o'rin. Monetar erkinlikda 175, bular pastga tushganlari. Savdo erkinligida 129, investitsiyalar erkinligi 169, moliyaviy erkinlikda 162-o'rinda turibdi. Inson kamoloti bo'yicha 3 yo'nalishda orqadamiz. Umr ko'rish davomiyligida 117-o'rin, inson kamoloti indeksi bo'yicha kutilayotgan ta'lim bo'yicha 128, jon boshina to'g'ri kelishi bo'yicha 126-o'rinda turibmiz. Lekin oxirgi 4 yil davomida barcha sohalarda bo'lgani kabi mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligi, xalqaro maydondagi imijini mustahkamlash borasida ko'plab samarali ishlar amalga oshirilib turibdi. Aynan bu narsani O'zbekiston Respublikasining 2011-2020-yillardagi xalqaro reyting indekslaridagi dinamikasi orqali biza görüşümüz mümkün ekan. Nima uchun aynan 2011-2020-yillardagi indeksi yoki dinamikasini görüşümüz mümkün dedik? Sababi O'zbekiston 2011-yilda 2020-yilda 11-yilda turgan pog'onasidan bir qator yuqoriga chiqqanligi bilan ajralib turadi. Xususan, oddiygina biznes yuritishda biz asosan 3 sohada yuqori o'rindamiz dedik-ku, biznes yuritish, iqtisodiy erkinlik, keyin inson kamoloti bo'yicha yuqori o'rinda turadigan bo'lsak, ana shu biznes yuritish erkinligi bo'yicha 9 yilda 81 pog'ona eldan o'tganmiz.
iqtisodiy erkinlik bo'yicha 9 yilda 49 pog'onadan chiqqanmiz. Inson kamoloti bo'yicha esa 7 pog'ona. Demak, ina shu 3 soha bo'yicha biza yuqorilab turibmiz. Aynan shu 3 bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab turganligimiz bilan ajralib turadi ekan. Ozgina bo'lsam tushunyaptirmizmi? Xalqaro reyting indekslari. Demak, O'zbekistonda ko'rib turibsizlar, bugungi kunda tadbirkorlik sohasi nisbatan avvalgiga qaraganda yuksalgan. Aynan shu yuksalganligini yuqorida biza ta'kidlab o'tgan o'rinlar, pog'onalar orqali ko'rishingiz mumkin ekan. Endi bugungi kunda O'zbekistonda inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini oshirish, iqtisodiy faoliyatda erkinlikni ta'minlash, sud huquq sohasidagi moddiy protsessual normalarni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar mamlakatimizni xalqaro reyting indekslaridagi ko'rsatkichlarni oshishina sabab bo'lmoqda. Jumladan, so'nggi 4 yil davomida mamlakatimizni meros jamg'armasini iqtisodiy erkinlik indeksida 50 pog'onaga, Jahon bankini logistika samaradorligi indeksida 19 pog'onaga, biznes yuritish indeksida 18 pog'onaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Inson huquqlarining muhim turlaridan biri bu ikkinchi avlod inson huquqlariga doir ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy huquqlar hisoblanadi. Ularni amalga oshirish kafolatlari to'liq davlatga bog'liq. Nima uchun desa, davlat insonlarning huquqlarini ta'minlab beruvchi asosiy kafolat hisoblanadi. Ya'ni Konstitutsiya va qonunlar insonlarning huquqlarini ta'minlab beruvchi, kafolatlovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham to'liq davlatga bog'liq bu narsa. Ijtimoiy iqtisodiy huquqlar, misol aytadigan bo'lsak, insonni yashash sharoitini, o'z qobiliyatlaridan foydalanishini, inson avtonomligi va jamiyatdagi iqtisodiy aloqalar, shuningdek, uning ijtimoiy himoyalanganligini belgilab beradigan bo'lsa, madaniy huquqlar esa insonni konstitutsiya yoki qonun bilan kafolatlangan insonning madaniy hamda ilmiy sohada o'zini namoyon qilish uchun imkoniyat yaratadigan inson huquq va erkinliklarini maxsus majmui hisoblanadi ekan. Tushundikmi? Sho'rda bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Aynan O'zbekiston 2030-yilgacha o'z oldina shunday reja qilibdi. Reja qilib qo'yibdi. O'zbekiston 2030-yilgacha o'z hozirgi o'rnidan yuqori natijalarga erishishi kerak ekanligi rejasini ishlab chiqqan va bu reja bo'yicha e, yildan yil ashlatib borayotir, harakat qilib borayotir. Hozirgi kunda mamlakatimizni xalqaro hamjamiyatdagi nufuzini oshirish, berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlik tomonidan har bir indeks bo'yicha tegishli vazirlik, idora hamda ilmiy tadqiqot institutlari bilan idoralar aro ishchi guruh tarkibi tuzilayotir. 2020 yil ikkinchi yarmi uchun amalga oshirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, Respublika Kengashiga tasdiqlash uchun kiritiladi. Ya'ni O'zbekiston kelajakda 2030-yilga kelib dunyoda deyarli barcha yo'nalishlar bo'yicha o'zini o'rnini ega bo'lgan davlat e, sifatida ishtirok etishi kerak ekan. Endi keyingi rejamizga keldik. Bizning keyingi rejamiz, demak, birinchisida xalqaro reyting indekslarining ekanligini ko'rib o'tdik. Ikkinchi rejamizda O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting indekslaridagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashni yangi mexanizmini joriy etish borasidagi davlat siyosatini ko'rib o'tishimiz kerak ekan. Aynan bugungi kunda aynan shu mexanizm joriy qilish bo'yicha bir qator qonun, qaror, farmoyishlar e'lon qilingan. Aynan bu boradagi mas'ul tashkilot sifatida yuqorida aytganimizdek iqtisodiy hamkorlik, kambag'allikni qisqartirish vazirligi asosiy shu soha bilan ishlovchi davlat tashkiloti mas'ul organ hisoblanadi. Davlatimiz rahbarini
O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning mexanizmini joriy qilish farmoni aynan biz aytayotgan aynan mexanizm ishlab chiqish borasidagi asosiy sa'y-harakatlaridan biri hisoblanadi ekan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 2019 yil 4-iyun sanasida seminar bo'lib o'tadi. Aynan bu seminar O'zbekiston Respublikasi xalqaro reyting indekslardagi e, o'rnini yaxshilash bo'yicha parlament, xususan Qonunchilik palatasini roli mavzusida o'tkazilgan seminar aynan ana shu sohani rivojlantirish, xalqaro reyting indekslarini jadal rivojlantirish uchun asosiy sa'y-harakatlarni ko'rib boradigan yoki belgilab boradigan seminar hisoblanadi ekan. Aynan undan tashqari Prezident farmoni mazmuni unda belgilangan vazifalarni amalga oshirish, parlament oldinda turgan masalalar aynan bu seminarda atroflicha ham muhokama qilindi. Ularni shartli ravishda asosan biza yuqorida ikkita yo'nalish, faoliyat yo'nalishiga ko'ra ikkiga bo'lgan bo'lsak, aynan bu seminarda xalqaro reyting va indekslar asosan 3 yo'nalishga bo'linadi. Birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi huquq va uchinchisi ijtimoiy siyosiy blokka bo'linadi. Demak, birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi sud huquq, uchinchisi ijtimoiy siyosiy sohalara bo'linadi ekan. Shundan kelib chiqqan holda ularni har birini batafsil to'xtaladigan bo'lsak, demak, birinchisi iqtisodiy blok hisoblanadi, ya'ni iqtisodiy dedik. Demak, bunda iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotini kredit reytingi va aynan bu tashkilotda iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotida 35 dona davlat mavjud. Aynan shu 35 dona davlat mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu tashkilotni o'zini daromadi 374 million yevroni tashkil etadi. Aynan bu tashkilot 1997-yilda rasman qo'llab-quvvatlanadigan eksport kreditlari bo'yicha kelishuv ishtirokchilari mamlakatlarning kredit xatarlarini baholash uslubiyatini ishlab chiqib, davlatlarni ushbu uslubiyat bo'yicha tasniflab chiqdilar. Uni xususiyatini aytadigan bo'lsak, ushbu tasnif faqat iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining kredit munosabatlari doirasida amalga oshiriladigan tranzaksiyalar uchun haqning eng kam stavkalarini aniqlash maqsadida qo'llanilgan edi. Keyingisi aytadigan bo'lsak, bundan tashqari iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining a'zo mamlakatlarning eksport kredit agentliklari bilan hamkorlikni faollashtirishimiz kerak ekanligi O'zbekistonda aynan bu tashkilot ana shu iqtisodiyotni belgilab boradigan, reytingni chiqarib boradigan tashkilot bo'lsa, aynan O'zbekiston keyingi yillarda shu tashkilot bilan ishlatishi kerak. Shu tashkilotga a'zo davlatlar bilan xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishi kerak ekan. Biz aytishimiz mumkinki, O'zbekistonni so'nggi ma'lumotlar yana bu jadvalga ko'radigan bo'lsangizlar, yuqorida aytgan iqtisodiy hamkorlik taraqqiyot tashkilotini kredit reytingi bo'yicha MDH mamlakatlarni o'rnini chiqarib berganlar. Ko'radigan bo'lsangizlar, buni birinchi o'rnida Rossiya davlati turibdi, 4-chi pozitsiyada turgan bo'lsa, hozirgi pozitsiyasi 4. Demak, shu yillar davomida Rossiyada hech qanday iqtisodiyot bo'yicha chatmagan kredit berish bo'yicha o'zgarish amalga oshirilmoqda. Va boshqa davlatlarda deyarli tashqari yilning 6-marta aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuniga chegiradi. Bundan tashqari xalqaro darajadagi ochiqlikning asosiy mezonlaridan biri ochiq ma'lumotlar milliy portali faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ham tadbirlar amalga oshirilib turibdi. Aynan bugungi kunda 60 dan ortiq davlat organlarining takliflari asosida 1473 ta ma'lumotni o'z ichiga olgan ochiq ma'lumotlar to'plami ro'yxati yangilanadi, tasdiqlanadi va shu ro'yxat asosida ma'lumotlar muntazam yangilanib boradi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining
ochiq ma'lumotlar portalida jami 10 mingdan ortiq ma'lumotlar to'plamlari 3 tilda joylashtirilgan, o'zbek, rus, ingliz tillarida. Bunday natijalar xalqaro tashkilotlar tomonidan ham munosib baholanib turibdi. Aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Open Data Inception tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston 70 ta ochiq ma'lumot manbalari bilan ularning soni bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida 6-chi o'rinni egallab turibdi. Yoki Londondagi ochiq ma'lumotlar instituti baholash tizimi bo'yicha kumushda turibdi, ya'ni silverda turibdi. Davlat statistika qo'mitasining rasmiy veb-saytida esa eng yuqori o'rin platinada, ya'ni platinum darajasini erishganligini ko'rishingiz mumkin ekan. Undan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat kuzatuvi 2020da ochiq davlat ma'lumotlari indeksi bo'yicha O'zbekiston eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan jahonning 41 mamlakatining ichine kirganligi bilan ham ajralib turadi. Bu indeksda dunyo bo'yicha o'zi Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zo bo'lgan 193 ta mamlakat baholangan bo'lsa, O'zbekiston eng yuqori ball to'plaganligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ochiq ma'lumotlar reytingida O'zbekiston 63 ballni to'plagan va reytingda 125 ta pozitsiyaga ko'tarilib, dunyoda 44-chi o'rinni egallagan. Markaziy Osiyoda esa bu ana shu dunyo bo'yicha 44-chi o'rinda bo'ladigan bo'lsa, Markaziy Osiyoda 1-chi o'rinni egallagan ekan. Yuqorida e'tirof etilgan tadbirlar samarasi Jahon bankining statistika salohiyatini indeksida o'z aksini topgan. Bugungi kunda mazkur indeks doirasida 3 ta yo'nalishdagi 25 ta indikatorning 20 tasi bo'yicha milliy axborot makonida va xalqaro tashkilotlarning axborot resurslarida statistik ma'lumotlar ularning metodologik asoslari e'lon qilinishini erishilgan. 2020-yil 3-avgustda O'zbekiston Respublikasi milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish, rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorini qabul qilinishi esa milliy statistika tizimini taraqqiy toptirishni yangi bosqichini qadam qo'ydi. Sababi, mazkur qaror bilan mamlakatimiz tarixida ilk bor statistika tizimini takomillashtirish bo'yicha ishlar uchun dastur amal va xizmat etadigan 2020-2025-yillarda statistikani rivojlantirishni milliy strategiyasi tasdiqlanadi, ya'ni uzoqqa mo'ljallangan rejasi tasdiqlanadi. Unga ko'ra 6 ta yo'nalish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilanib qo'yiladi ekan. Endi uni amalga oshirish bo'yicha 200 dan ziyod tadbirlarni o'z ichiga olgan yo'l xaritasi tuziladi. Aynan shu qaror bilan strategiyani amalga oshirish barobarinda Jahon bankining statistik salohiyati indeksida mamlakat pozitsiyalarini yaxshilab borish borasida aniq tadbirlar belgilangan bo'lib, erishilgan natijalar bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar ham tasdiqlanganini ko'rishingiz mumkin ekan. Doing business degani bu biznes yuritish va iqtisodiy biznes yuritish indeksi deb aytiladi. Buni yuqorida aytib o'tdim sizlarga. Yangi Zelandiya, Gonkong, Singapur kabi davlatlar bu tashkilotni belgilashi bo'yicha yuqori o'rinlarda turganligi bilan ajralib turadi ekan. Bugungi kunda aynan xalqaro reyting indekslarini yanada rivojlantirish uchun O'zbekistonda yildan yilga ko'rib turibsizlar, qonun hujjatlari qabul qilinish bilan birgalikda turli xil strategik ishlab chiqilgan ishlar ham amalga oshirilib turibdi. Misol uchun aytishimiz mumkin, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi, xalqaro maydondagi imijini mustahkamlash, davlat organlari va tashkilotlarida xalqaro reyting indekslar bilan ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish, shuningdek 2017-2021-yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasini bandlarida belgilab, bu narsa vazifalarni amalga oshirish maqsadida birinchi navbatda xalqaro reyting indeksi bilan ishlash bo'yicha Respublika kengashi tashkil qilinishi kerak va bu kengash harakatlar strategiyasini tashkil qilish belgilangan bo'lsa, vazifalari qilib quyidagilar belgilab berilgan edi. Mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy taraqqiyot darajasi tizimini tahlil qilib borish kerak. Turli sohalarda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting indekslarda mamlakatni o'rnini yaxshilash maqsadlariga xizmat qilishini ta'minlash kerak. Mazkur yo'nalishdagi ishlarni samaradorligini to'siq bo'layotgan muammolarni bartaraf etish kerak. O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting indekslarida mamlakatni o'rnini yaxshilash maqsadida
davlat hokimiyati va boshqaruv tizimini takomillashtirish, jamiyatni demokratlashtirish, ilg'or xalqaro tajribaga asoslangan davlat va jamiyat qurilishi sohasidagi islohotlarni amalga oshirish bo'yicha tashabbuslarni ilgari surish kerak edi va harakatlar strategiyasini ana shu mamlakatda indekslarni rivojlantirish bo'yicha tuzilgan tashkil qilingan kengashi asosiy keyingi yillarda O'zbekistonda xalqaro reyting indekslaridagi O'zbekistonni o'rnini oshirish bo'yicha asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirib turgan tashkiloti hisoblanadi ekan. Yana shuni aytishimiz kerakki, 2020-2021 yillarda multi-indikator klaster kuzatuvlarini o'tkazish va ushbu maqsadda Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 24 iyuldagi 2020-2021 yillar O'zbekiston Respublikasida multi-indikator klaster kuzatuvlarini o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda mazkur tadbirga tayyorgarlik jarayonlari amalga oshirilib turibdi. Asosiy tadbir aynan shu 2020 yilning birinchi yarmida o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 yilda qabul qilingan 30-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish maqsadlarini qo'shilgan, ya'ni O'zbekiston xalqaro reyting indekslardagi o'rnini yanada yuksaltirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotini 2030-yilgacha barqaror iqtisodiy rivojlanish maqsadini qo'shilib faoliyat ko'rsatib turibdi va bu borada Vazirlar Mahkamasi 2018 yil 20 oktyabrdagi qarori bilan 16 dona maqsad, 125 dona vazifa tasdiqlangan. Ularning ijrosi doirasida 206 dona indikatorning shakllanishi e'lon qilib borishi belgilangan. Davlat statistika qo'mitasi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda ishlab chiqilib tasdiqlangan 206 dona indikator to'liq xatlovdan o'tkazilgan. 110 dona indikator bo'yicha ma'lumotlar ishlab chiqilgan va tegishli veb-saytlarga joylashtirilgan. Tasdiqlangan 206 ta indikatordan bugungi kunda mavjud bo'lgan 117 donasi bo'yicha statistik ma'lumotlar shakllantirib veb-saytda e'lon qilingan. Ya'ni bu bilan nima dejakmiz? Yuqorida biz aytib o'tdik. Aynan O'zbekistonni yoki bo'lmasam davlatlarni xalqaro maydondagi o'rni o'zlarini rasmiy veb-saytida e'lon qilingan ma'lumotlar asos bo'ladi dedik, ya'ni shular baza vazifasini bajaradi dedik. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan 2015 yilda yo'lga qo'yilgan sa'y-harakatlar natijasida, ya'ni barqaror rivojlanish maqsadini qo'shilgan bo'lsa, aynan shu bo'yicha 16 dona maqsad qo'yilgan, 125 dona vazifa tasdiqlangan. Ularning ijrosi bo'yicha 206 dona indikator shakllantirib, bu rasmiy veb-saytga joylashtirilgan. Davlat statistik qo'mitasi va vazirlik idoralari bilan hamkorlikda ko'radigan bo'lsak, 206 dona indikator to'liq xatlovda o'tkazilgan. 110 dona indikator bo'yicha ma'lumotlar ishlab chiqilib, veb-saytga joylashtirilgan. Ya'ni bu bilan nima deymiz? O'zbekistonni to'liq salohiyati rasmiy veb-saytlarda shu paytgacha 100% darajada e'lon qilinmagan. Endi ana keyingi yilda 30-yilgacha barqaror rivojlanish rejasina ko'ra O'zbekistonni ana shu statistik ma'lumotlari rasmiy veb-saytga joylashtiriladi va O'zbekistonning bu sohalarda o'rni belgilab beriladi. Keyin aytishimiz mumkinki, milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini erish bo'yicha yillik to'plam chiqariladi va bu yillik to'plam asosan 3 tilda. O'zbekiston, ya'ni o'zbek tili, rus tili, ingliz tillarida chop etiladi. Undan tashqari, BMTning taraqqiyot dasturi, UNICEF Jahon bankini mamlakatimizdagi vakolatxonalarini, BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi, Yevropa ittifoqi vakolatxonalarini bu narsa taqdim qilinadi. Mazkur to'plam BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi veb-saytida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida birinchi bo'lib O'zbekistonniki e'lon qilingan edi. Keyin biz aytishimiz mumkinki, 2020 yilda 3 avgustda O'zbekiston Respublikasi milliy statistik tizimini yanada takomillashtirish, rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezidentning qarori qabul qilinadi va bunga ko'ra milliy statistika tizimini taraqqiy toptirishni yangi bosqichini qadam qo'yiladi. Biz yuqorida aytib o'tdik, 2025 yillara belgilangan
statistik rivojlantirish milliy strategiyasi tasdiqlanmadi. Yuqorida aytib o'tdik buni. Aynan bu 6 yo'nalish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ham jadvalilar tuzib chiqadilar. Aynan u yo'l xaritaga yoki bo'lmasa mana shu qilinayotgan ishga ko'radigan bo'lsak, so'nggi 3 yil davomida mamlakatda amalga oshirilgan ishlarning samarasi bo'yicha 2020-yilning yakuni bo'yicha mamlakatimiz Jahon bankining statistik salohiyat indeksida maksimal 100 balldan 67,8 ballni qo'lga kiritib 61-o'rinni egallab oldi va 2016-yil hisobotiga nisbatan 62 pog'onaga ko'tarildi. 2019-yil hisobotiga nisbatan esa 16 pog'onaga ko'tarilishga erishgan. Umuman aytadigan bo'lsak, 2021-25 yillar davomida strategiya doirasida belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirish orqali O'zbekiston Jahon bankining statistik salohiyat indeksidagi ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich yaxshilanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Yana aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlarini oshirishda O'zbekiston 30-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlanish konsepsiyasini ishlab chiqqan. Aynan bu konsepsiyada barcha sohalar, barcha yo'nalishlar hisobga olingan. Xususan 2030-yilgacha O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish konsepsiyasida makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarini raqobatbardoshligini, investitsion va eksport salohiyatini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va himoya qilish uchun qulay shart-sharoit yaratish, mehnat bozorida keskinlik darajasini pasaytirish, aholi daromadlari o'sishi va kam ta'minlanganlikni qisqartirish zarur ekanligi nazarda tutilgan edi. 2030-yilgacha bo'lgan konsepsiyada aynan 2017-21-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishni 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlari strategiyasi, shuningdek, hukumatning moliyaviy iqtisodiy munosabatlarini barcha jihatlarini isloh qilish, tarmoqlar, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish, ijtimoiy masalalarni hal etish bilan bog'liq qabul qilingan qarorlari asoslangan holatda 30-yilgacha bo'lgan konsepsiya ishlab chiqib amalga oshirilib turibdi. Aynan konsepsiyani zarurati shu narsani ko'rsatadiki, uzoq muddatli istiqbolli iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini cheklaydigan mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish kerak. Undan tashqari xavf-xatar va tahdidlarni hal etish kerak va shu bilan birgalikda iqtisodiyot va ijtimoiy sohani hozirgi holatidan barqaror rivojlanishini o'tishni maqsadlari ustuvorliklarini belgilash va aholi hayot darajasini oshirish asosiy o'rin tutishini ko'rishimiz mumkin ekan. Huquq ustuvorligi indeksi bo'yicha O'zbekiston 140 dona davlat orasida 78-o'rinda egallaydi. Demak, bundan dalolat beradi. O'zbekistonda huquq davom orqada emasligidan dalolat beradi. Demak, 140 dona davlat bo'ladigan bo'lsa, pashti shuni yarisidan oldinda ekan O'zbekiston. O'zbekiston huquq ustuvorligi indeksida Serbiya, Albaniya, Xitoy, Belarus, Qirg'iziston, Rossiya, Turkiya boshqa davlatlarni ortda qoldirib 140 dona davlat orasida 78-o'rinda turganligini ko'rishingiz mumkin ekan. Aynan bu nodon dalolat beradi. Indeks tuzishda nodon dalolat beradi. O'zbekistonda nisbatan boshqa davlatlarga qaraganda huquq tizimi yaxshi oldinlab turganligidan dalolat beradi. Indeks tuzishda dunyoning 140 ta davlatidan 150 mingdan ortiq uy xo'jaligi, 4 mingga yaqin huquqshunoslar o'rtasida so'rovlar o'tkazildi hamda qonuniylik darajasi baholandi. Huquq ustuvorligi indeksi har yili World Justice Project xalqaro nodavlat tashkilot tomonidan tuziladi. Indeks 8 dona indikatorni, jumladan hokimiyat vakolatlarini cheklanganligi, korrupsiyadan xolilik, davlat institutlari faoliyatining ochiqligi, asosiy huquqlarni himoya qilish, tartib va xavfsizlik, huquqni muhofaza qilish, fuqarolik va jinoiy odil sudlov kabi indikatorlarni o'z ichine oladi ekan. Mazkur indeksda O'zbekistonga berilgan baho mamlakatimizni xalqaro hamjamiyat orasida ijobiy imijini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilib turibdi ekan. Eshitib turibmizmi mavzuni? Tushunyapmizmi yo tushunmadikmi? Indamin qoldik. Eshitib o'tirgan ham o'xshamaymiz nechundir.
Eshitib o'tiribmiz domlalar. Başında selgine katışla boldudan oxirida üzleşip ketdik-ku. Tushunyaptirmizmi? Demak, O'zbekistonda huquq sohasi bo'yicha, iqtisodiyot sohasi bo'yicha, keyin ochiqlik bo'yicha, ya'ni shaffoflik bo'yicha oldingi o'rinlara chiqayotganligini yuqorida ko'rib o'tdingizlar. Hatto huquq sohasida Albaniya, Serbiya, hatto rivojlangan davlat Rossiyadan ham oldingi yuqori o'ringa chiqqan. 140 ta mamlakatdan 78 o'rinni olgan ekan. Demak, xalqaro reyting va indekslardagi o'rni O'zbekistonni oshib borayotganligidan dalolat beradi. To'g'ri, ba'zi sohalarda oqsashlar bo'lib turibdi, lekin shuning bo'lsam O'zbekiston e, qo'ldan kelganicha rivojlanishga shatib turibdi, harakat qilib turibdi va shuni natijasida yana biza ko'rib turgan, hozirgi aytib turgan fikrlarimiz yoki keltirib turgan faktlarimiz yoki uni o'rni aynan rivojlanib borayotganligidan, yana shu sohalardagi kamchiliklarni oz ham tuzatayotganligidan shatadi, dalolat beradi. To'g'rimi axir? To'g'rimi? Uni indamaysizlar. Nimani tushunyaptirmiz? Bilganlarimizni aytib berali, bir sizlarni uyg'otib berayman. Mavloni tushunyaptirmiz mavzu bo'yicha. Eshitib o'tirgan bo'lsak. O'rnini shu huquq sohasida dedingiz, indeksda shu arkadan pastligini 140 davlatdan dedingiz, 78 o'rin dedingizmi? 78-o'rin. 108, Olsun. Yana ana yuqorida yana birsini ham eshitib qoldik. 62-chi pog'onadaligini milliy bo'yicha, milliy navadu, milliy statistika Statistika bo'yicha. tizim bo'yicha shu ko'p ovozlardan bo'lindi. Menda saviyasi yaxshi emasmi yo bilinma. Tam yaxshi kelmadi ovoz. Videosini ko'rib olarmiz, slayd o'qirmiz domlalar. Misol slaydni o'qiysizlar. Davom etaveramiz masa? Yalan. Demak, O'zbekistonni yana shu sohadagi o'rnini yuqorida aytib o'tdik. Asosan 8 indikator bo'yicha huquq ustuvorligi indeksida 8 dona indikator bor. Ya'ni nodeyatirmiz, qarang. Bir indeksni chiqarish uchun u indeksni o'zina xos bo'lgan shartlari bor. Ya'ni yo'nalishlari bor. Ana shu yo'nalishlarni hammasini ko'rib chiqadilar davlatlar bo'yicha qaysisi muvofiq, qaysisi nomuvofiq ekanligini va shu asosda davlatlarning o'rni chiqadi. Birgina huquq ustuvorlik indeksini oladigan bo'lsak, 8 dona yo'nalish, ya'ni 8 indikator asosida o'rni chiqariladi va ularni hammasini ko'rib chiqib, keyin shatadilar, belgilab oladilar. Ekspertlar turli mamlakatlarda yashash qanchalik qimmatga tushishini baholagan. Bunda ijara haqqini, do'konlardagi oziq-ovqat mahsulotlarining narxini, shuningdek hamyonbop restoranlarga tashrif buyurgandagi o'rtacha xarajatni, keyin reyting asos sifatida Nyu-York shahri olingan asosan aynan u 3 ta ko'rsatkich bo'yicha 100 indeksina ega bo'lgan. Reyting mualliflarining hisob-kitobiga ko'ra O'zbekistonda yashash Nyu-Yorkdan ko'ra 72,69% arzona tushgan. Ya'ni bunodan dalolat beradi. Demak, O'zbekistonda yashash, ishlash nisbatan yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Ba'zi paytlari biz shuni deb noliymiz-ku, aynan O'zbekistonda uning bo'lmadi deb ko'pchilik davlatlar bilan solishtiramiz, lekin aynan shu solishtirishlar natijasida xalqaro maydonda, demak, O'zbekistonda yashash Nyu-Yorkda yashashda 72,69, почти 73% arzonroqqa tushayotir. Endi bunodan dalolat beradi. Aynan O'zbekistonda yashash sharoiti yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Biza yuqorida bir konsepsiyani aytib o'tdik. O'zbekistonda konsepsiya ishlab chiqilishi kerak. Bu konsepsiyaga ko'ra 2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda qilinishi kerak bo'lgan vazifalar, keyin maqsadlar, prinsiplar belgilab beriladi va unga ko'ra vazifa prinsiplariga ko'ra
O'zbekistonda quyidagilar aniq belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra aholini kam ta'minlanganlik darajasini hamma joyda qisqartirish kerak. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishga ko'maklashish, sog'lom turmush tarzini yuritish, barchani qamrab oladigan sifatli ta'limni ta'minlash, butun umr davomida ta'lim olish imkoniyatini rag'batlantirish, gender tenglik vazifalarini hal etish kabilar belgilab berilgan O'zbekistonni barqaror rivojlantirish 2030-yilga mo'ljallangan konsepsiyasida bundan deb turibdi. Aynan kambag'allikni kamaytirsa, O'zbekiston aynan shu orqali aholini yashash sharoitini ishlatadi, ta'minlaydi. Misol uchun aytadigan bo'lsangizlar, keyingi yillarda ko'rib turibsizlar, bizda kambag'al deganimizda punktlari bor. Kim kambag'al, misol novsi bo'lsa kambag'al hisoblanadi, novsi bo'lmasa kambag'al e, hisoblanadi. Ana shu narsalarga e'tibor berib, keyingi yillarda ko'rib turgan bo'lsangizlar, o'zlarimizda ham ijtimoiy himoya agentligi aynan shu kambag'allarga yoki bo'lmasam kam ta'minlangan oilalarga yordam berish bo'yicha, shularni aniqlash bo'yicha O'zbekistonda bir qator ishlar amalga oshirildi. Misol uchun yana aytadigan bo'lsak, aholini darajasini aniqlash bo'yicha yuqorida biza keltirib o'tdik. 2019-yildan boshlab aholini ro'yxatga olish degan narsa boshlandi. Avvallari aholini ro'yxatga olish degan narsa yo'q edi. Demak, aholini ro'yxatga olish nechun kerak? Aholini ro'yxatga olish bilan birgalikda ularni moli, holi, mashina, uy joyi haqida hisobot yuritib boshladilar. Aynan nima uchun kerak edi bu? Sabab aynan aholi qay darajada mol-mulkka ega yoki ega emasligini bilish kerak edi. Va shu orqali O'zbekistonni reytingi shaklida e'lon qilinadi va shuning uchun ham O'zbekistonda 2019-yildan boshlab aholini ro'yxatga olish degan narsa shaklda boshlandi va bu bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Keyin undan tashqari ikkinchi punktda belgilangan barqaror rivojlantirish prinsiplari sifatida suv resurslarini saqlash, oqilona foydalanish, sanitariyani rivojlantirish, barcha uchun qimmat bo'lmagan, ishonchli, barqaror, zamonaviy energiya manbalaridan foydalanishni ta'minlash. Bunda energiya manbalari sifatida ko'rib turibsizlar. Hozir ko'pchilik uylarda nelarni qo'yilganligi. Quyoshdan tok oladigan panellarni qo'yilganligi. Demak, bu boradan bir qator zamonaviy energiya manbalarini foydalanib turmoqda. Uyimizga qo'yib turibmiz, korxona tashkilotga qo'yib turibmiz. Demak, zamonaviy energiya manbalaridan foydalanib turibmiz. Keyin unumli bandlikni ta'minlash, puxta infratuzilmani yaratish, keng qamrovli barqaror industriyalashtirish, innovatsiyalarga ko'maklashish asosida barqaror qamrovli iqtisodiy o'sishga ko'maklash. Ya'ni bunda umumiy bandlikni ta'minlash deganda, bilsangizlar, keyingi yillarda bu narsaga ko'proq e'tibor berib turibdilar. Hech bo'lmasa aholi o'zini o'zi ishlatsin, ish bilan ta'minlasin degan maqsadda uyimizda issiqxonalar tashkil qilish. Bizani Xorazm tilida aytadigan bo'lsak, parniklar, demak, uy sharoitida parniklar tashkil qilish bo'yicha samarali ishlar qilindi axir. Kreditlar asosida parnik zotish, ya'ni parnik yaratish bo'yicha kreditlar berildi, parnik asbob uskunalari keltirib berildi insonlarga. Undan tashqari korxona tashkilotlar yoki bo'lmasam o'zlarimiz tikuvchilik sehi ham ochamiz desak, yoki bo'lmasam tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz, o'zimizni o'zimiz band qilamiz desak, davlat bizlarga qo'lidan kelgan ishni ishlatib turibdi, yaratib berib turibdi. Demak, bu boradan bir qator ishlar amalga oshirilib turibdi. Keyin shaharlar 4-punktiga ko'ra shaharlar aholi punktlarini ochiqligi, xavfsizligi, gavjumligi, ekologik barqarorligini ta'minlash. Shuningdek, iste'mol ishlab chiqarishni oqilona modellarga o'tish, iqlim o'zgarishi uning oqibatlariga qarshi kurashning shoshilinch choralarini ko'rish borasida. Demak, ina shu prinsiplar va vazifalar belgilab berilgan konsepsiya iqtisodiy siyosatni amalga oshirish yo'nalishlari bo'lib xizmat qiladigan O'zbekiston Respublikasini o'rtacha va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadlari, ustuvorliklari, vazifalarini belgilab beradi ham asoslab beradi. Aynan bunda konsepsiyada jadal barqaror o'sish sharoitlarida respublika har bir fuqarosi sog'lom, samarali hayotni ta'minlaydigan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, yer, suv, energetika resurslaridan ularni kelajak avlodni foydalanish uchun saqlab qolgan holda samarali foydalanish, ekologik muammolarni hal etish, Orol dengizi ekologik inqiroz oqibatlarini bartaraf etish, atrof muhitni yaxshilashni ko'rib chiqishi belgilab berilgan. Xususan aytadigan bo'lsak, avvallari
bir daraxtni kessak bizlara hech kim indamasadi bir 5-6 yil burun. Eslaysizlarmi? Daraxtlarni xohlaganimizcha kesar edik, xohlaganimizcha ya'ni o'tin qilar edik, kerak narsalarimizni ishlatar edik. Lekin keyingi yillarda ekologiyaga zarar yetkazish maqsadida hatto ko'chalarga e, olov yoqish, ya'ni e, Musor deymiz endi bizda tilimizda. Demak, musorlarni yoqish ham hatto noyob bo'ldi. Ruxsat yo'qoldi. Ekologiyani toza saqlash maqsadida chekka-chekka hududlargacha obodonchilik e, vakillarini obodonchilik bilan shug'ullanadi vakillarini borishi, chiqindilarni olib ketishi, demak, bular ham ekologiyada qilinib turgan ishlarni foydalanish deganda yuqorida aytganimizdek quyosh panellarini joriy qilinishi, demak hammasi O'zbekistonda ana shu konsepsiya doirasida bugungi kunda amalga oshirilib turgan ishlar, vazifalar hisoblanadi ekan. Ana shuni doirasida keyingi yillarda O'zbekistonda rivojlanish ishlari e, yuqorilab reyting indekslarda yuqori pog'onalar ashatib turibdi, kutilib turibdi. Prognozlar bo'yicha O'zbekiston 2030 yili borib real yalpi ichki mahsulotni o'sishi 2,1 baravar oshishi kerak. Keyin yalpi ichki mahsulot degan narsa bor, bu davlat daromadini aholi jon boshina to'g'ri keladigan miqdori. Demak, shu bo'yicha esa xorijiy valyutada 3 baravar yoki 2018-yildagi 1533 dollarga nisbatan 4538 AQSh dollarini ta'minlash ko'rib chiqiladi. Qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun iqtisodiy o'sishni o'rtacha yillik sur'ati sifatida 6,4% past bo'lmagan darajada qo'llab-quvvatlashi kerak davlat mana shu sohalarni. 2030-yilga borib aholi jon boshina yalpi ichki mahsulotni erishilgan qiymati O'zbekiston daromadlar darajasi o'rtadan yuqori bo'lgan jahon mamlakatlar guruhiga kirishi kerak. Mehnat bozorida keskinlik darajasini pasaytirish kerak va aholi daromadlarini o'sishi, kam ta'minlanganlikni esa 2 baravar qisqartirish imkonini berishi kerak edi. Yilda-yili ishlab chiqarish real hajmini o'sishi 2,3 baravar, yalpi ichki mahsulotni o'sishi 2018-yilda 26,3%, 30-yilga kelib 33% tashkil etishi kerak. Qurilish ishlari esa 2,1 baravar oshishi kerak. Tegishli ravishda qishloq xo'jaligining ulushi esa 1,8 baravar pasaytirilishi kerak 2018-30-yillarga kelib. Demak, iqtisodiy ishlab chiqarish salohiyatining o'sishi eksport hajmlari 3 baravar ko'paytirishni ta'minlaydi. Demak, eksportni 3 baravar ko'paytiradigan bo'lsak, bizani iqtisodiyot ishlab chiqarishimiz, ya'ni iqtisodiy ishlab chiqarishimiz o'sishine erishiladi. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun kapital qo'yilmalari hajmlarini 3,1 baravar, doğrudan-doğru xorijiy investitsiyalarni 7 baravar ko'paytirish kerak ekan. Demak, ina shu sohalarga O'zbekiston e'tibor beradigan bo'lsa, kelajakda O'zbekiston Respublikasi xalqaro reyting indekslaridagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarda ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy etish borasidagi davlat siyosati, huquqiy normativ hujjatlarni qabul qilinishi, mazkur yo'nalishdagi ishlarning samaradorligiga to'siq bo'layotgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan olib borilayotgan chora-tadbirlarni keng ko'lamli bo'lib, birinchi navbatda respublikada olib borilayotgan islohotlar natijasini jahon miqyosida e'tirof etishga qaratgan bo'lsa, asosiysi bu harakatlar xalqni farovonligini, turmush sharoitini yaxshilanishini va ularni haq-huquqlarini himoya qilishini yanada yuqori saviyaga ko'tarilishine xizmat qiladi ekan. Aynan bu jarayonda O'zbekiston hududida olib borilayotgan islohotlar nafaqat ichki tartib qoidalar, balki tegishli hukumat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan, balki jahonda tan olingan xalqaro reyting indekslarining identifikatorlaridagi reytinglar asosida baholanib boriladi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonni jahon hamjamiyatiga girib borishini va bu jarayonni tezlashishini
Dünya miqyosida respublikadagi ijtimoiy, iqtisodiy, boshqa sohalarda olib borilayotgan islohotlarni amaldagi natijalarini yaqqol ko'rsatishga xizmat qiladi. Rivojlangan davlatlarning respublikaga turli ko'rinishdagi investitsiyalar kiritish imkoniyatini esa kuchaytiradi. Demak, shu sohalarni biz yuksaltirsak, rivojlantirsak, aynan shu O'zbekistonga investitsiya kirishi yaxshilanadi, aholini turmush darajasi o'sadi, kambag'allik darajasi esa pasayadi ekan. Va shuning uchun ham dunyoda barcha davlatlarni xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini chiqarishdan asosiy maqsad xalq manfaatlarini har tomonlama himoya qilish. Huquq sohasi bo'ladimi, iqtisodiyot sohasi bo'ladimi, yashash sharoiti bo'ladimi, bularni barchasini yaxshilash asosiy o'rin tutadi ekan. Va shuning uchun ham xalqaro reyting va indekslarda O'zbekistonni yoki butun dunyodagi davlatlarning o'rnini e'lon qilishimiz kerak. Sababi bugun past qilib olingan, past o'rin egallagan indeksni albatta keyingi yil shu xatoni tuzatib, indeksda yuqori o'rin olishga harakat qilamiz bo'lsa, xalqni yashash sharoitini yanada yaxshilanishini olib keladi ekan. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Kimda qanday savol bo'lsa eshitaman. Talabalarimiz bormisizlar o'zi? O'zim bilan o'zim dars o'tdimmi bugun? Eshitib o'tiribmiz. O'zbekistonlar. Tushundikmi demak? Ana O'zbekistonning to'g'ri, sizlarning har bir fakt yodingizda qolmasin, lekin barib turgan faktlarimiz O'zbekistonning o'rni, demak insonlarning yashash sharoiti avvalgi darajaga qaraganda o'sib borayotganligidan dalolat beradi. Birgina misol orqali aytaman. Misol, O'zbekistonda yillar davomida ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mustaqillikdan to 2017-yilgacha aynan bizlar asosiy boyligimiz sifatida faqat paxtadan foydalangan edik va bu asosan majburiy mehnat hisobiga qilinar edi. To'g'rimi? Demak, yillar davomida solishtiradigan bo'lsak, aholining turmush sharoiti, yashash sharoiti, ular uchun yaratilgan imkoniyatlar ortib boryapti. Ba'zi taraflardan endi nolishimiz mumkin, lekin aynan shu jihatlarni o'tgan davr bilan hozirgi davrni solishtiradigan bo'lsak, o'rtasida juda katta farqni his qilishimiz mumkin. Yuqorida aytganimizdek, paxta maydonlarida aynan shu ta'lim olayotgan davrimiz o'tib ketar edi. Lekin yaqinlarda aynan shu indekslar natijasida shu qilingan sa'y-harakat hisoblanadi. Ya'ni bizada majburiy mehnat sifatida paxta terish yoki bo'lmasam dala maydonlarida yoki bo'lmasam ekologiyani tozalash bo'yicha obodonchilik ishlarini qilishlarimiz bor edi. Aynan o'quv jarayonini tashlab yoki bo'lmasam shifokorlar o'zlarini ishlash jarayonlarini tashlab ana shunday ishlarda bizani xorazmcha til bilan aytadigan bo'lsak subotniklarda qatnashar edik. Demak, shu narsalar bekor qilindi. Nima uchun? Aynan yuqoridagi indekslarda agar sen rivojlanib borayotgan davlat bo'ladigan bo'lsa, bunday davlatlarda hech qanday majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligi kerak ekanligi ta'kidlangan. Va shuning uchun ham bu keyingi yillarda qilinayotgan o'zgarishlar bizlara ko'proq nishatadi, yordam beradi. Ana natijada xalqni turmush tarzi nisbatan o'sishini olib keladi. Biza bugungi kunda nolishimiz mumkin, o'zbek sharoitimiz yaxshi emas, yana bir narsa deb, lekin yashab turgan yerimizda kambag'al odamni o'zi yo'q. To'g'rimi? Avvalgiga qaraganda solishtiring. Avval ko'chamizda 1-2 odamda mashin bo'lsa, hozir har bir uyda qayta bir uyni o'zida 2 dan 3 dan mashinalar bor. To'g'rimi? Axir bo'lsa inson 2 dan 3 dan mashina bo'la turib kambag'al hisoblanadimi? Nima deb qaraysizlar? Misol o'zgarish bormi O'zbekistonda? Reytinglar hisobida shu haqiqatdan misol sonlar bo'yicha, foizlar bo'yicha ularni keltirib o'tdim. Nima deb o'ylaysizlar? Shu aytib turgan faktlarimiz amaliy hayotimizga to'g'ri kelib turibmi? Doğru o'zgarish. Bu odamlar kinolarda, AQSh kinolarında, misol uchun Amerikadagi xorij kinolarida ko'rsak, Hindistonlar kinolarida misol uchun uysiz odamlar bor, uysiz, ya'ni ko'chalarda yashaydigan odamlar. Bizlar xudo shukr O'zbekistonda unchaki odamlar yo'q. Va keyingi yillarda ahamiyat bersangiz, aholining kambag'alligini
kamaytirish deb men hozir aytib berdim. Kambag'alligini kamaytirish uchun u yaqin yillarda 2016-2017 yillarda Obod qishloq dasturi e'lon qilindi. Yodingizdami? Obod qishloq dasturida chekka-chekka qishloqlarda misol e, oddiy tilda aytamisak shifrsiz uylar ko'p bo'lar edi. Shurda ana kambag'allarning uylarini homiylar yordamida hatto shifr bilan ham shatib berdilar, tuzatib berdilar. Va ma'lum ma'noda insonni baribir yashash sharoitini yaxshilashga qaratilgan ish hisoblanadi. Bu homiylar tomonidan qilsa ham davlat shuni ishlatib turibdi, tashabbus ko'rsatib turibdi. Savollarimiz bormi? Fikrlarimiz bormi? Bo'lsa eshitaman. Savollar yo'q. Domla shu beri korrupsiya bo'yicha shu arkadamizdan beri birang korrupsiya kuchliroqdan Qarang, bir bizlarda. narsani aytaman. Korrupsiyani olib qolsangiz ham iloji yo'q. Ming qonun ishlab chiqaring, ming nodasam amal qilish uchun mexanizm yaratavering. Inson avvalo o'zi shu narsaga amal qilmasa, misol bizlar ham aytib turibmiz, korrupsiyani yo'qotish iloji yo'q deyatirmiz. Lekin nechkini olib qaraman, inson o'zi haqiqatdan ham shu narsani qilmasligim kerak deb qilsagina, korrupsiyani qilmasa shunda korrupsiya kamayadi. Nima uchun aytayotirman? Sababi Xitoyda korrupsiya uchun o'lim jazosi qo'yilgan. Bu degani Xitoyda 100% darajada korrupsiya yo'q emas. Yo'q bu yerda degan ma'noni bermaydi. Demak, buning uchun avvalo inson o'z haq huquqini ta'minlashi kerak. Men o'ylayman, yana bilmadim kim qanday o'ylaydi, lekin meni fikrim bo'yicha avvalgiga qaraganda korrupsiya hozir nisbatan kamayyapti. Nerda ko'rishingiz mumkin kamayyaptirganligini? Xususiy tashkilotlarni ko'payganligida deyishim mumkin. Nima uchun xususiy tashkilot deyatirman? Sababi avval davlat tashkilotida mansabdor shaxs o'zini tashkiloti bo'lmaganidan keyin qaysidir bir insonni isha olacak vaqtida yuqorida aytganimizning korrupsiya orqali isha olar edi. Lekin hozir xususiy tashkilotlar ko'payganligi sababli hisob oladigan bo'lsangiz, ularda korrupsiya emas, balki insonning iqtidori birinchi o'ringa qo'yilyapti. Yoki davlat tashkilotida deymizmi, yoki yana shuning tashkilotlarni ba'zi birlarini tila olgan taqdirimizdan ahamiyat bersangiz, bu yerda insha olishni o'zina xos punktlari bor. Punktlar deganda oddiy maktab misolini olaman. Agarda sizni sizlar IT sohasida o'qib turibsizlar, men o'zlarimizning tarix bo'yicha misol aytib beracakman. Misol bugungi kunda tarix o'qituvchisi bo'lish uchun agarda sizni qo'lingizda sertifikatingiz bo'lsa, ya'ni milliy sertifikatingiz bo'lsaki, siz maktabga ta'lim berish uchun borsangiz, ana shunday jarayonda sizni sertifikatingiz bor ekanligi uchun ham nishlatadilar, ish oladilar. Bu korrupsiya emas-ku, to'g'rimi? Sertifikat orqali ish olinishi. Nima uchun sertifikat deyotirman? Sertifikat u sizni haqiqatdan bilingiz bor ekanligidan dalolat beradi. Hech kim sizga borib turib kimgadir pul bersangiz sizga sertifikat olib berib bilmaydi. Uni o'zingiz individual borib topshirib olib bilasiz. Bunodan dalolat beradi sizni bilimli ekanligingizdan. Agar maktabga borib shu sertifikatingiz bor ekanligini ko'rsatsangiz, bemalol siz ishga girish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, korrupsiya 100% yo'qolmagan, lekin ma'lum ma'nodan ishlatgan yo'qolganligidan dalolat beradi shu qilayotgan yoki aytayotgan faktlarimiz. Bormi yana savolimiz? Yakuniy imtihon hakkında savolim bor edi domla. Bizlere test şeklinde bo'laman, yozma şeklinde bo'laman. Yunus domla fizikachi test şekli bilan yozma şeklini tashab berdilar don. Elden birisizlar deb. Siz ham tashab berasizmi? Ona yetib tashab bermang. Aniq bir so'rayin, ular aytganidan keyin aniqlik qilib sizlar ham agar test qilinadigan bo'lsa, testni tashab beraman, lekin yakuniy bizda ko'pincha test bo'laradi. Sababi uyingizda o'tirgan holatda bo'ladi-ku test. Unda aynan shu narsani haqqoniy shaklda amalga oshirish uchun test jarayonidan o'tkaziladi. Bizda universitetning o'zida ham shuningdek yakuniylar test shaklida alohida tashkilot tashkil qilingan shular tomonidan qilinadi. Men bir shu narsani tegina yetib aniqlashtirayim. Test qilasizlar, test beringlar studentlara desalar, yana sizlarga test tashab beraman. Tayyor testlarimiz bor, yaxshimi? Yaxshi, rahmat domla. Qanday savollarimiz bor? Boshqa savolimiz yo'qmi? Yo'q, savol yo'q.
Asa dersimiz tamam. Hayır, sağ olunlar.